Allohni yaxshi ko'radigan kishi soqollariga e'tibor beradi ekan. Bu besoqollik qayerdan kelgan desa xafa bo'lmaydigan akalarim, Lut qavmidan o'zini ayollarga o'xshatadigan qavmdan kelgan edi. Lut qavmining sifati soqolini qirib yurishasida ayollarga o'xshash uchun va mana bu gavdalarini ochib yurasida, harakatlarda ayolga moyil bo'lasdi. Lut qavmidan boshlandi bu besoqollik. Endi xafa bo'lmaylik akalarim, davrimizda o'ris mahallida shu soqolga qarshi bo'lish bo'ldi. Undan oldin ota-bobolarimiz hammasi soqol bor edi. Ko'rsangiz hatto kofirlarda ham bugun yahudiylar soqol qo'yadi masalan, to'g'rimi? Nasroniylar dindorlari soqol qo'yadi, uchomliklar, olimlar soqol qo'yadi dindor bo'lmasa ham. Chunki bu erkak kishining sifati akalarim. Molni dumini orqasidan kesib tashlasangiz bo'lmaydi. Shunga o'xshab erkak ham o'zini bu soqolini olmash kerak aslida. O'zini ayolga o'xshatgan bo'ladi. Man tashabbaha o'zini erkaklardan qaysi bir qavm xotinga o'xshatadigan bo'lsa, Allohning unga la'nati bo'lsin deydi akalarim.